Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki pensiya jamg'armasi orqali keladigan boshqa ijtimoiy to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki hozir ko'pchilik odamlar bir kuni kartasiga pul tushmay qolganini ko'rib, nega to'xtadi? Men nima xato qildim? Endi pulimni qaytarib olamanmi? Degan savollar bilan sarson bo'lyapti. Men bugun pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi mumkin bo'lgan 6 asosiy sababni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlariga, vasiylarga, chet elda yurganlarga, nogironligi bo'yicha nafaqa oluvchilarga ham tegishli. Videoni hoziroq saqlab qo'ying, yaqinlaringizga yuboring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda odamlar ko'pincha kech xabar topadi. Keyin esa bir necha oy pulini tiklash uchun idora yuradi. Avvallari ko'p to'lovlar ancha avtomatik davom etardi. Pensioner pensiyasini olib yurardi. Nafaqa oluvchi nafaqasini kutardi. Karta ishlasa pul kelardi. Albatta, tekshiruvlar bor edi, lekin ko'pchilik odam buning ichki mexanizmini sezmasdi. Endi esa tizimlar ko'proq elektronlashdi. Ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanmoqda. Bank, soliq, migratsiya, FHDYO, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bandlik va mahalla tizimlaridagi ma'lumotlar solishtirilmoqda. Natijada ayrim holatlarda pensiya jamg'armasi to'lovini vaqtincha to'xtatishi, qayta tekshirishi yoki hujjat talab qilishi mumkin. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Har bir to'lov to'xtashi endi tamom. Pul berilmaydi degani emas. Ko'p hollarda sabab oddiy bo'ladi. Hujjat eskirgan, ma'lumot bazada ko'rinmayapti. Bank kartasi muammoli, yashash joyi o'zgargan. Nogironlik muddati qayta tasdiqlanmagan yoki odam belgilangan tekshiruvga bormagan. Lekin muammo shundaki, odamlar aynan sababni bilmagani uchun noto'g'ri joyga yuguradi. Bankka boradi, bank bizda pul yo'q deydi. Mahallaga boradi. Mahalla pensiya jamg'armasidan so'rang deydi. Jamg'armaga boradi, u yerda hujjat so'radi, shu tarzda vaqt ketadi. Shuning uchun men bugun sizga to'lov to'xtashining 6 ta eng ko'p uchraydigan sababini birma-bir ochib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak? Qaysi vaziyatda pul qayta tiklanadi? Qaysi vaziyatda ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin? Hammasini tushuntiraman. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi. Masalan, pasport almashtirilgan, ID karta olingan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bazada boshqa yozilgan, yashash manzili yangilangan. Lekin pensiya jamg'armasi tizimiga yoki bank tizimiga bu ma'lumot to'liq tushmagan. Natijada tizim odamni tasdiqlanmagan yoki ma'lumoti nomuvofiq sifatida ko'rishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. 62 yoshli onaxon pensiyasini har oy kartaga olib kelardi. U ID kartaga o'tdi. Eski pasportdagi ayrim ma'lumotlar yangilandi. Bankda karta eski pasport raqamiga ochilgan. Pensiya jamg'armasi bazasida esa yangi ID karta ko'rinmoqda. Pul jo'natish jarayonida tizimda moslik chiqmaydi. Bank mijoz ma'lumotini yangilang dedi. Pensiya jamg'armasi esa bank rekvizitini qayta tekshiring deydi. Aslida bu katta muammo emas, lekin odam buni vaqtida hal qilmasa, bir oy, ba'zan 2 oy to'lov kechikishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Pasportini yaqinda almashtirganlar, ID karta olganlar, nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan ayollar, yashash joyini boshqa tumanga o'tkazganlar, bank kartasini almashtirganlar, kartasi boshqa filialda ochilganlar. Ayniqsa pensionerning farzandlari bu masalaga e'tibor berishi kerak. Chunki keksa odam ko'pincha kartam ishlamayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo shaxsiy ma'lumotda bo'ladi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, karta faol bo'lsa, pul har odatdagidek tushayotgan bo'lsa, shunchaki vahima qilish shart emas. Lekin baribir pasport, ID karta, bank kartasi va telefon raqam bir-biriga bog'langanini tekshirib qo'yish foydali. Pensiya jamg'armasi orqali faqat yoshga doir pensiya emas, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim ijtimoiy nafaqalar ham to'lanadi. Bu to'lovlarning ba'zilari doimiy emas, muddatli bo'ladi. Masalan, nogironlik guruhi 1 yilga, 2 yilga yoki muayyan muddatga berilgan bo'lishi mumkin. Muddat tugasa, odam qayta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Agar qayta tasdiqlash bo'lmasa, to'lov avtomatik to'xtashi mumkin. Misol uchun, 45 yoshli fuqaro 2-guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oladi. Uning nogironlik muddati 1 mart kuni tugaydi. U esa oldin o'zim borardim, bu safar chaqirishar deb kutadi. Mart oyida to'lov kelmaydi.
U aprel oyida bo'ladi. Tibbiy hujjatlarni yig'adi, ko'rikdan o'tadi. Agar nogironlik qayta tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi, lekin kechikish va qayta hisoblash masalasi hujjat topshirilgan sana belgilangan tartib va sababga bog'liq bo'ladi. Bu yerda odamlar tushunishi kerak bo'lgan nozik jihat bor. Pensiya jamg'armasi siz kasal emassiz deb o'zi qaror qilmaydi. U ko'pincha tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotiga tayanadi. Agar ekspertiza bazasida muddat tugagan bo'lsa, jamg'arma to'lovni davom ettirish uchun asos ko'rmaydi. Demak, asosiy masala hujjatni vaqtida yangilash. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham shunday holatlar bor. Masalan, bola 17 yoshga to'lgan bo'lsa, ayrim holatlarda o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Talaba kunduzgi bo'limda o'qiyaptimi yoki yo'qmi? Akademik ta'tildami? O'qishdan chetlatilganmi? Bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Nogironlik guruhi muddati bor odamlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talabalar, bolalar uchun nafaqa olayotgan oilalar, imtiyozli to'lov muddatiga ega bo'lganlar. Ular har oy oxirida emas, muddat tugashidan kamida 1 oy oldin hujjatlarni tekshirishi kerak. Bugungi kunda ko'p odamlar farzandlari yoniga davolanishga, ishlashga yoki vaqtincha yashashga chet elga chiqadi. Bu tabiiy holat. Lekin ayrim to'lovlar bo'yicha shaxsning mamlakatda yashashi ro'yxatda turishi, o'zi tirikligi va pulni shaxsan yoki qonuniy vakil orqali olayotgani tasdiqlanishi talab qilinadi. Agar tizimda odam uzoq muddat chet elda ekani ko'rinsa yoki uning holati tasdiqlanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Men buni juda oddiy misolda tushuntiraman. Yetim 2 yoshli ota Rossiyadagi o'g'lining uyiga 6 oyga ketdi. Pensiya kartasini esa keliniga qoldirdi. Har oy pul tushadi, kelini yechib oladi. Bir kuni to'lov to'xtaydi. Sabab nima? Tizimda pensioner uzoq muddat mamlakatdan tashqarida bo'lgani ko'ringan bo'lishi mumkin. Yoki uning shaxsan pensiya olish holati tekshirilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy muammo shuki, pensiya pensionerning o'ziga tegishli. Uni boshqa odam faqat qonuniy asosda, masalan, ishonchnoma bilan olishi kerak. Oila a'zosi-ku degan gap har doim yetarli asos bo'lavermaydi. Chet elda bo'lgan odamlar uchun yana bir nozik masala bor. Bank kartasi ishlayotgani pensiya huquqi avtomatik tasdiqlangani anglatmaydi. Karta orqali pul yechilishi mumkin, lekin pensiya jamg'armasi keyin tekshiruv o'tkazsa hujjatlar so'rashi, odam tirikligi, yashash holati, vakolatnoma bor yo'qligini aniqlashi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Chet elda uzoq muddat bo'lgan pensionerlar, pensiya kartasini qarindoshiga qoldirganlar, ishonchnomasiz pul yechib yurganlar, chet eldan qaytib kelib manzilini yangilamaganlar. Ayniqsa, otam chet elda, men kartasidan pul olib turibman degan holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri yo'l qanday? Agar pensioner chet elga uzoq muddatga ketayotgan bo'lsa, oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan tartibni so'rashi, kerak bo'lishnoma rasmiylashtirishi, bank va shaxsiy ma'lumotlarni tartibga keltirishi kerak. Bu keyinchalik ortiqcha pul olindi degan da'volarning oldini oladi. 4-sabab. Vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etishi va keyin aniqlanishi bu juda nozik, lekin ko'p uchraydigan mavzu. Agar pensioner vafot etsa, uning pensiyasi yoki nafaqasi belgilangan tartibda to'xtatilishi kerak. Odatda FHDga orqali o'lim qayd etiladi va ma'lumot tizimlarga o'tadi. Lekin ba'zan ma'lumot kechikadi. Qarindoshlar xabar bermaydi. Bank kartasida pul qoladi yoki keyingi oy ham pul tushib ketadi. Keyin esa tizim buni aniqlaydi va ortiqcha to'langan summa qaytarilishini talab qilishi mumkin. Masalan, pensioner 10 yanvar kuni vafot etdi. Qarindoshlar marosim bilan ovora bo'lib, pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Fevral oyida pensiya kartaga tushdi. Oila bu pulni otamizning puli-ku deb ishlatdi. Bir necha oydan keyin tekshiruv chiqdi va fevral, mart oylarida tushgan pullar ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi so'raldi. Oila hayron qoladi. Biz bilmagandik. Lekin qonuniy jihatdan vafot etgan shaxs nomiga keyingi davr uchun to'lov davom etishi mumkin emas. Bu yerda alohida tushuntirib o'taman. Vafot etgan pensionerning dafn marosimi meros masalasi. Olinmay qolgan pensiya qism bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu keyingi oylardagi pensiyani olib ishlatish mumkin degani emas. Har bir summa qaysi davr uchun hisoblanganiga qarash kerak. Kim xavotir olishi kerak? Yaqinda vafot etgan oilalar, pensionerning kartasi oila a'zolarida bo'lganlar, vafotdan keyin kartaga pul tushganini ko'rganlar
Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l pulni darhol yechib ishlatish emas. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qaysi summa qonuniy, qaysi summa qaytarilishi kerakligini aniqlashdir. Ba'zi to'lovlar odamning ijtimoiy holatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa, bola puli, parvarish nafaqasi, ayrim kompensatsiyalar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan bog'liq holatlar. Agar oilaning daromadi oshsa, odam ishga kirsa, tadbirkorlik ochsa, bola ma'lum yoshga yetsa, talaba o'qishni to'xtatsa, vasiylik holati o'zgarsa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol keltiraman. Bir oila bolalar nafaqasini olayotgan edi. Oila boshlig'i rasman ishga kirdi. Oyligi 10 million so'm bo'ldi. Bu ma'lumot soliq yoki bandlik bazasida ko'rindi. Keyingi tekshiruvda oila daromadi mezondan oshgani aniqlansa, nafaqa to'xtashi mumkin. Oila bizga hech kim aytmadi deydi. Lekin ko'p to'lovlarda shartlar o'zgarsa, fuqaroda xabar berish majburiyati ham bo'ladi. Yana bir misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tdi yoki o'qishdan chetlatildi. Agar to'lov aynan kunduzgi ta'lim sharti bilan berilayotgan bo'lsa, bu holat pensiya davom etishiga ta'sir qiladi. Odam buni bilmay, pulni olishda davom etsa, keyinchalik ortiqcha to'langan summa masalasi chiqishi mumkin. Bu sababdan hamma pensionerlar xavotir olishi kerakmi? Yo'q. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlasa ham, umumiy tartibda pensiya masalasi alohida ko'riladi. Lekin ijtimoiy nafaqa, ehtiyojmandlik, bola puli, parvarish, vasiylik, talabalik, o'quvchisini yo'qotganlik kabi holatlarda shartlar juda muhim. Shuning uchun qanday to'lov olayotganingizni aniq biling. Hamma pul pensiya deb atalavermaydi. Ba'zisi pensiya, ba'zisi nafaqa, ba'zisi kompensatsiya, ba'zisi moddiy yordam. Ko'p odamlar to'lov to'xtasa darhol pensiya jamg'armasi pul bermayapti deydi. Aslida ayrim hollarda pul hisoblangan bo'ladi, lekin bank kartasiga tushmaydi yoki karta orqali olish imkoni bo'lmaydi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqam yopilgan, bank rekviziti o'zgargan, telefon raqam noto'g'ri, karta egasi ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasi 2024 yil dekabrda tugagan. U yangi karta olmagan. Pensiya hisoblangan, lekin eski karta ishlamaydi. Pensioner bankka boradi, bank yangi karta oching deydi. Yangi karta ochilgandan keyin pensiya jamg'armasiga bank rekvizitini yangilash kerak bo'lishi mumkin. Agar bu qilinmasa, pul yana eski ma'lumotga ketishi yoki qaytishi mumkin. Ishonch masalasi ham juda muhim. Agar pensioner o'zi borib pul ola olmasa, masalan yotib qolgan bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki harakatlanishi qiyin bo'lsa, uning nomidan boshqa odam pul olishi uchun huquqiy asos kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, vakil pulni olishda muammoga duch keladi. Ba'zan pensiya jamg'armasi yoki bank vakolatni qayta tasdiqlashni so'raydi. Bu yerda odamlar e'tibor bermaydigan yana bir nuqta bor. Karta qarindoshning qo'lida bo'lsa ham, karta egasi pensionerning o'zi hisoblanadi. Bank kartasining PIN kodini boshqalarga berish xavfli. Agar pul noto'g'ri yechilsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun qonuniy yo'l bilan ishonchnoma rasmiylashtirish ancha xavfsiz. Endi men sizga eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchidan, to'lov to'xtashi har doim ham butunlay bekor qilindi degani emas. Ba'zan bu vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Hujjat olib borasiz, ma'lumot yangilanadi, to'lov qayta tiklanadi. Lekin ba'zan to'lov haqiqatan ham shartlar yo'qolgani uchun bekor bo'ladi. Masalan, nogironlik tasdiqlanmasa, talaba o'qishni davom ettirmasa, ehtiyojmandlik mezoni yo'qolsa. Ikkinchidan, pul tushmayapti degan vaziyatda avval sababni aniqlash kerak. Sabab bankdami, pensiya jamg'armasidami, hujjatdami, tibbiy ekspertizadami, FHDYO ma'lumotidami yoki mahalla orqali bergan ijtimoiy nafaqadami? Agar siz noto'g'ri eshikni taqillatsangiz, vaqt yo'qotasiz. Uchinchidan, ortiqcha to'lov masalasi juda jiddiy. Agar odam huquqi bo'lmagan, davr uchun pul olgan bo'lsa, keyinchalik bu summa qaytarilishi so'ralishi mumkin. Men bilmaganman, har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun shart o'zgargan zahoti xabar berish kerak. Vafot, o'qishdan chiqish, chet elga ketish, vasiylik tugashi, nogironlik muddati tugashi, daromad o'zgarishi. To'rtinchidan, og'zaki gapga tayanmang. Bir tanishim aytdi, mahalladagilar shunaqa dedi. Bank xodimi shunday tushuntirdi degan gaplar yetarli emas. Har doim yozma murojaat qiling yoki hech bo'lmasa qabulda sizga nima deyishganini yozib oling. Murojaat raqami, sana, qaysi xodim qabul qilgani, qanday hujjat so'ralgani muhim. 5-dan,
Har bir hududda amaliy jarayon biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy mantiq bir xil. To'lov uchun huquq borligi, shaxs ma'lumoti to'g'riligi, bank rekviziti, muddat va asos tasdiqlanishi kerak. Birinchi qadam. Bankni tekshiring. Karta muddat tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasida kirim ko'rinmayaptimi? Bankdan oxirgi pensiya yoki nafaqa tushum bo'yicha ma'lumot so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, keyingi qadam pensiya jamg'armasi. Ikkinchi qadam pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank karta rekvizitlari, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni, nogironlik hujjati, talabalik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, vafot etgan shaxs bo'yicha o'lim guvohnomasi kabi vaziyatga mos hujjatlarni oling. Murojaat qilganda shunday deb yozing. Menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi qaysi sababga ko'ra to'xtatilgani yozma ravishda tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash uchun zarur hujjatlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Uchinchi qadam. Sababni aniq yozdirib oling. Tizimda muammo degan umumiy javob bilan ketmang. Qaysi tizim? Qaysi ma'lumot mos emas? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi muddat tugagan? Qaysi tashkilotdan ma'lumot olib kelish kerak? Shuni aniqlasangiz, muammoning yarmi hal bo'ladi. To'rtinchi qadam. Agar nogironlik yoki tibbiy hujjat masalasi bo'lsa, poliklinika va tibbiy ijtimoiy ekspertiza yo'nalishi bo'yicha harakat qiling. Eski xulosalarning kasallik tarixi, shifokor ko'rigidan o'tgan hujjatlar, dori-darmon retseptlari, tahlillar, shifoxona ko'chirmalarini yig'ing. Meni tanishadi deb bormang, hujjat bilan boring. 5-qadam. Agar talabalik yoki o'qish masalasi bo'lsa, o'quv yurtidan rasmiy ma'lumotnoma oling. Unda talabaning FIShi, tug'ilgan sanasi, ta'lim shaxli kursi, o'qish muddati, buyruq raqami ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ayniqsa kunduzgi yoki sirtqi ekanini aniq yozdiring. 6-qadam. Agar chet elda bo'lsangiz yoki pensioner chet elda bo'lsa, ishonchnoma va shaxsni tasdiqlash tartibini oldindan aniqlang. Elchixona, konsullik, notarius, pensiya jamg'armasi va bank talablari bir-biriga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu ishni oxirgi kunga qoldirmang. 7-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa oling. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi yozilgan nusxasini o'zingizda qoldiring. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapni dalil qilish qiyin. Yozma iz esa keyin yordam beradi. 8-qadam. Agar sizningcha to'lov nohaq to'xtatilgan bo'lsa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat darajasi, zarur bo'lsa rasmiy portal orqali murojaat. Arizada hissiyot emas, fakt yozing. Qachondan beri to'lov olardingiz, qachon to'xtadi? Qaysi hujjatlaringiz bor? Qaysi javob berildi? Nimani so'rayapsiz? Demak, pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi mumkin bo'lgan asosiy sabablar quyidagilar. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi, nogironlik yoki imtiyoz muddati tugashi, chet elda uzoq muddat bo'lish, vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etishi, daromad yoki ijtimoiy holat o'zgarishi. Bank kartasi va ishonchnoma muammolari. Eng muhimi, vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. To'lov to'xtasa sababini yozma aniqlang, hujjatlarni yig'ing, muddatlarni o'tkazib yubormang. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Oilangizda pensiya yoki nafaqa oladigan odam bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini tekshiring. ID karta, bank kartasi, nogironlik muddati, talabalik ma'lumotnomasi, ishonchnoma. Yashash manzili hammasi joyidami? Bitta kichik hatto bir necha oy pul kechikishiga olib kelishi mumkin. Agar sizda ham pensiya yoki nafaqa to'xtab qolgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov, qachondan beri? Sizga qanday sabab aytishdi? Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, ayniqsa pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzuda bir kun oldin bilish bir oy sarson bo'lishdan yaxshi.